Assalomu alaykum Andijon davlat pedagogika instituti va kanalimiz a'zolari. Bizni qiziqarli viktorina o'yinlarimiz davom etyapti. Yangicha uslubda tayyorladik. Bunda birinchisi siz qaysi birini tanlaysiz? Ikkinchisi savolimizda variantlari bilan beramiz. Uchinchisi erkin mavzudagi o'zini fikrini bilib olamiz. Buni o'qituvchi va talabalarda qo'llasak bo'ladi. Qani ketdik. Assalomu alaykum domla. Alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring. Men Azimov Akbarshah, Niyozullo o'g'li, O'zbek tilida adabiyot kafedrasi mudiriman. Axborot o'sish markazidan kichik viktorina o'tkazyapmiz. 3 dona savolimiz bor. Boshladingmi? Boshladik. Siz qaysi birini tanlaysiz? Ingliz tili yoki rus tili? Ingliz tili. Fan sohasida gender tenglikni nima anglatadi? A variantimiz erkak ustunligi, B variantimiz ayollar ustunligi, C variantimiz teng imkoniyat va adabiyotni, D variantimiz raqobatsizlikni. Teng imkoniyat va adabiyot. To'g'ri topdingiz. Uchinchisi erkin mavzumiz. Agar o'z hayotingizni kitob qilib yozishganda nomini nima deb atagan bo'lardi? Yozilganda nomini yuksalish deb yozgan bo'lardi. Rahmat domla, qatnashganingiz uchun salomat bo'ling. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Axborot o'sish markazidan kichkina viktorina o'tkazyapmiz. Unda 3 ta savolimiz bor. Boshladingmi? She'riy janrmi yoki komedik janrmi? Komedik. Ikkinchi savolimiz Turkiy Guliston yoxud axloq asarini muallifi kim? A variantimiz Abdulla Qodiriy, B variantimiz Abdulla Arloniy, C variantimiz Abdulhamid Cho'lpon, D variantimiz Abdurauf Fitrat. B variantimiz Abdulla Arloniy. Sizga 3-chi savolimiz, agar hayotingiz kitob bo'lganda uni nomini nima deb atasiz? Salohasini? Shodlik. Rahmat, qatnashganingiz uchun salomat bo'ling.